Assalomu alaykum YouTube kanalımız abunachilari. Yana bir ustani ukamiz o'zimizning Yangiariq tumanida bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berganmiz. Kuxunli mebelni ko'rishlaringiz mumkin. Ofshi uzunasi 4,5 metr bo'ldi. 1 metrini 3 million so'mdan ishlab berdik. Ofshi 13 million so'mga bitgan kuxunli mebel. Kuxunli mebel bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tsam, svetini ko'rishlaringiz mumkin. Oq svet bilan mokriy svetda ishlab berdik. Bitoviy texnikalar bilan podsvet bo'lib turibdi mebelimiz ko'rishlaringiz mumkin. O'rta kafeli bilan stoli bir xil svetda bo'ldi. Stollarini eng yaxshi Eron stollaridan qo'yib berdik. Akrillardan eng yaxshi akrillardan qo'yib berdik. Tellardan podsvetkalari, gazlarni ulab, vitishkalarni, moykalarni ulab ishlatib berdik. Bu mebelning bahasini bitoviy texnikalar kirmaydi. Moykalari keyin shushutkalardan qo'yib berdik. Tachish qismini bonus sifatida mas'ul idishlari, mexanizmlari tandem bo'ldi. Korpus qismi 100% indek bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. 30-40 kilogacha garantiya ko'taradi. Bellarda xolodilnik ustidan shunday shkaf chetib berdik. Mebelimizni dapatolog ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Mebelimiz shunday bo'lib, chotga bo'lib chiqdi. Mebel tanlaganda shu narsani eslatib o'taman. Birinchi, agar uyingizda remont qilmagan bo'lsangiz, boshda mebelchi bilan maslahatlashib, shunday turib kafir tanlaganda iloji boricha mebelning sveti bilan podsvetisiz mebelingiz chotga olib chiqadi. Texnikalaringiz ham shunga qarab, keyin mebelning sveti o'ziga yaqin svetga moslab olsangiz, hamma vajingiz shunday deb chotga olib chiqadi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarini kommentariyada, ofisiyalda qoldiraman. Bemalol telefonga zakaz berishingiz mumkin. Borib razmer olib o'lchash ustanovka besplatniy bo'ladi. Xorazm bo'ylab boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda olib borib ustanovka etib beramiz. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Shu videoni mebel qarab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, ular uchun manfaatli video bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda ko'ramiz.